Ebe, bugün çığırı kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan? Qochtiring. Ebe, qochtirama oldi seni. Ebe, o'poqcha. Shuni shilaman. Yo'qda, seni yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersi oling. Keyin sen yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Seni o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sendan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qo'lingni och. Mana shu merchaga ko'zingni umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi duo. Tushundingmi? Ya hajjatdaki fuck back O'zi zo'r bo'libdi-da bu. Ana bo'libdi. Shunday zo'r bo'libdi. Ebe. Belli ana böyle ketdi ana. Küf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ga bumaga beradimi? Yo'q, lekin. Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir leliman? Shalo, ofishil leliman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi. Feyz Normatov erga ketibdi. Baxtini ochganim uchun. Shahralijonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini ma'oshdan erga ketib ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamam, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma, shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi ana uni. Qo'lidagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor pulini ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar.